Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Yodingizda bo'lsa, oldingi safar sizga Suroqaning qumga botgan ulovi haqidagi hikoyani yarmini so'zlab bergandim. Bugun esa sizlar bilan o'sha hikoyani davom ettiramiz. Payg'ambarimiz alayhissalom uydan chiqqanlarini hech kim ko'rgani yo'q. U kishi kelishilgan joyda Abu Bakr bilan uchrashdilar. Ikkalalari Savr g'origa kirib yashirinishdi. Mushriklar suiqasdlari qay tarzda barbod bo'lganidan o'zlari ham hayron edi. Chunki tuni bilan Rasulullohni emas, Ali ibn Abu Talibni poylab chiqishgani ularni alamini yanada oshirdi. Shu zahoti payg'ambar alayhissalomni izlab yo'lga otlanishdi. U kishini tutib bergan yoki qayerdaligini aytgan odamga katta mukofot va'da qilishdi. Agar ular Savr g'origa borib qarashganida edi, Rasululloh alayhissalom bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu ni juda oson tarzda topib olishar edi. Nochor ahvolda qolganlaridan qattiq o'kingan Abu Bakr shu paytda yig'lab yubordi. Payg'ambarimiz alayhissalom unga tasalli berib, "Xavotirlanma, Alloh taolo biz bilan birgadir" dedilar. Mushriklar g'or og'ziga kelishganida Allohning inoyati bilan ularni ko'rishmadi. Shu bois g'or ichiga kirib qarash mushriklarning xayoliga ham kelmadi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashaddiy dushmani Umayya ibn Xalaf ham bu yerga yashirinishini mumkin ekanini tasavvurga sig'dira olmasdi. Mushriklar Makka atrofidagi keng sahro, qum uyumi va toshli tog'larni och bo'riday izlab chiqishdi. Hatto payg'ambarimiz va Abu Bakr 3 kungacha g'ordan chiqmay shu tarzda bekinib yotdilar. Abu Bakrning o'g'li ziyrak, uddaburon yigit edi. U kunduzlari mushriklarga aralashib yurardi. Rasululloh bilan otasi haqida aytilgan gap so'zlarni eshitib kelar va qosh qorayganda g'orga qaytib kelib gapirib berar va o'zi ham g'orda tunab qolib, tong sahar yana Makkaga yetib kelardi. Uning izini yo'qotish uchun Omir ibn Fuhayro boqayotgan qo'ylarini ortidan haydardi. Taqib tugagan kuni ertalab yo'l boshlovchi Abdulloh ibn Urayqit yetib keldi. Ular Qizil dengizni yoqalab yo'lga tushishdi. Kutilmaganida orqadan Suroqa ibn Malik kelib qoldi. U mushriklarning Rasulullohni o'ldirgan yoki tutib bergan odamga mukofot e'lon qilinganidan xabardor edi. Mudlij qabilasidan 5-10 kishiga gaplashib o'tirishganida birov kelib, dengiz bo'yida 3-4 kishi ketishayotganga o'xshaydi. Muhammad bilan birga qochgan sheriklari emasmikin dedi. Mukofotga bir o'zigina egalik qilishni rejalashtirgan Suroqa, "Yo'q, ular falonchi pismadonchilar yo'qolgan mollarini izlab yurishgan edi. Shularni ko'rgandirsan" deya gapni boshqa tarafga burdi va biroz vaqt o'tgach tashqariga chiqqan bo'lib, sekin majlisdan ajralib chiqdi va tezlikda chopqir otiga minib dengiz tomonga qaratib haydadi. Aziz bolajonlar, hikoyamizning davomini yanagi safar sizlar bilan davom ettiramiz.